Assalomu alaykum, efirda Uzak xabarlari. Bugungi dasturimizda birja yangiliklari hamda o'tgan yil davomida birjaning mineral o'g'itlar bozorida shakllangan holatlar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Dastlab esa an'anaga ko'ra o'tgan haftada birjaning asosiy savdo ko'rsatkichlari hamda asosiy tovarlar bo'yicha shakllangan narxlar dinamikasi bilan tanishib chiqishingiz mumkin. O'tgan haftaning asosiy ko'rsatkichlari edi. Endi bevosita birja yangiliklariga to'xtalib o'tamiz. 2025-yil yakunlariga ko'ra O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining barcha savdo platformalarida tuzilgan bitimlarning umumiy hajmi 2024-yilga nisbatan 31% ga o'sdi. Shu jumladan birja savdolari 24%, elektron davlat xaridlari 46%, ko'rgazma yarmarka savdolari 9%, telefon raqamlarining sotuv hajmlari 55% ga ko'tarildi. Birja savdolari va elektron tijorat tizimlarida ro'yxatdan o'tgan yangi mijozlarning soni 30,1 mingtaga ko'paydi. Birja savdolari bo'yicha tuzilgan eng yirik bitimlar qishloq xo'jalik mahsulotlari 37%, yoqilg'i energetika 25%, qora va rangli metallar 23%, kimyo va neft kimyo mahsulotlari 11% ulushlariga to'g'ri kelgan. 2025-yilda O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining davlat xaridlari bo'yicha xarid.uzex.uz elektron savdo platformasida o'tkazilgan savdo natijalariga ko'ra byudjet va korporativ buyurtmachilar tomonidan tejalgan mablag'larning umumiy hajmi 2024-yilga nisbatan 26% ga ko'tarilib, 9,8 trillion so'mni tashkil etdi. Endi esa alohida tovar segmentiga, ya'ni 2025-yilda birjaning mineral o'g'itlar bozorida shakllangan holatlarni ko'rib chiqamiz. Ta'kidlash lozimki, ko'rib chiqilayotgan davrda birja orqali qariyb 2,5 million tonna mineral o'g'itlar birja orqali sotilgan va ushbu ko'rsatkich avvalgi yilga nisbatan 35% ga ko'p demakdir. Oyma-oy sotuv hajmlariga e'tibor beradigan bo'lsak, o'rtacha sotuv hajmlari bir oyda 201 ming tonnani tashkil etgan va ko'rinib turibdiki, bu yerda o'zgaruvchan holat kuzatilmoqda. Misol uchun, yilning boshida sotuv hajmlari oshgan va eng yuqori natija mart oyida qayd etilmoqda. Aynan mana shu davrda 400 ming tonna mineral o'g'itlar birja orqali sotilgan edi. Keyinchalik ushbu ko'rsatkich pasayib borgan va ko'rinib turibdiki, noyabr oyiga kelib minimal darajaga tushgan, ya'ni 77 ming tonnani tashkil etdi. Dekabr oyidagi so'nggi sotuv hajmlari 107 ming tonnani tashkil etmoqda. Aynan mana shu mineral o'g'itlarni markalar bo'yicha holatiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda katta o'zgarish sodir bo'lmaganligini ko'rishimiz mumkin. Bozorning yarmini ammiakli selitr egallab kelmoqda. 50% aynan mana shu mahsulot bo'yicha savdolar hajmiga to'g'ri kelgan. Navbatdagi o'rinda turgan karbamidning ulushi 17% ni tashkil etmoqda. Sulfat ammoniyaga bozorning 10% tegishli bo'ldi hamda amafoz va kaliy mahsulotlarining ulushlari o'zaro teng, ya'ni 9% dan tashkil etgan. Qolganlarning ulushlari nisbatan kamroq, ya'ni ularning jami ulushlari 4% ni tashkil etdi. Bozordagi konjunkturaga to'xtalib o'tamiz. Dastlab aynan bozorda eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan, eng katta ulushga ega bo'lgan ammiakli selitr bo'yicha shakllangan narxlarga to'xtalib o'tamiz va bu yerda umuman diagrammaga e'tibor beradigan bo'lsak, narxlar o'sganligini ko'rishimiz mumkin. Faqatgina bu o'sish yilning ikkinchi yarmiga to'g'ri kelmoqda, chunki yilning birinchi yarmida narxlar o'rtacha olganda 2 million 800, 2 million 700 ming so'm miqdorida qayd etilgan edi. Ikkinchi yarmiga e'tibor beradigan bo'lsak, yilning ikkinchi yarmida narxlar ko'tarila boshlagan. Bu bevosita savdoga qo'yilayotgan hajmlarning nisbatan pasayganligi bilan bog'liq va
aynan noyabr oyiga kelib maksimal darajaga chiqib oldi, ya'ni 3 million 100 ming so'mni tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin. So'nggi kotirovka yilning oxirida 3 million so'm miqdorida qayd etildi. Ikkinchi yetakchi hisoblanamiz Karbamid bozoriga to'xtalib o'tamiz va bu yerda mutlaqo boshqacha holatni ko'rishimiz mumkin, ya'ni bu yerda ko'proq tebranuvchanlik hamda o'zgaruvchanlik kuzatilmoqda. Misol uchun yilning boshlarida narxlar mahsulotning 1 tonnasi uchun 3 million 700 ming so'mdan 3 million 600 ming so'm miqdorigacha pasayganligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi oylarda esa aksincha narxlar ko'tarildi. Ya'ni may hamda iyul oylarini ko'radigan bo'lsak, maksimal darajaga chiqqan, ya'ni 3 million 800, deyarli 3 million 900 ming so'm miqdorigacha oshgan. Biroq keyingi holatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, bozorda korreksiya kuzatilmoqda. Narxlar yilning boshida qayd etgan darajaga qaytdi, ya'ni 3 million 600 ming so'm miqdorida qayd etilmoqda. Keyinchalik aksincha yana narxlar ko'tarilib 3 million 800 ming so'mni tashkil etmoqda. Ushbu o'zgaruvchanlik bevosita savdoga qo'yilayotgan hajmlarning o'zgaruvchanligi bilan bog'liqdir. Va dasturimiz so'ngida mineral o'g'itlarni hududlarda sotib olish darajalariga ham to'xtalib o'tamiz. Umuman olganda ushbu bozorda ta'kidlash lozimki, hududlar orasida teng taqsimot kuzatilmoqda, biroq bunga qaramasdan nisbatan ko'proq ulushga ega bo'lgan hududlarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Bu birinchi navbatda Farg'ona viloyati ushbu hududning ulushi deyarli 13% ni tashkil etmoqda. Keyingi o'rinda turgan Navoiy viloyatining ulushi 12% atrofida. Shuningdek, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarining ulushlari deyarli teng, ya'ni 9% atrofida qayd etilmoqda. Hamda bu yerda Xorazm viloyatiga ham to'xtalib o'tishimiz maqsadga muvofiq, ushbu hududning ulushi 8% atrofida qayd etildi. Qolgan hududlarning ulushlari 3 hamda 7% lik diapazonda saqlanmoqda. Bu yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Birja kotirovkalarini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.